Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida bugun 4-fevral 2026-yil Gazoblok seximizdan Gazoblok kanallarimizga chiroyli va go'zal va mustahkam pishiq bo'lgan gazobloklarimizni videosini joylayapmiz. 20x30-60 razmerdagi vodiy bo'ylab 16,5 ming so'mdan dastavkasi bilan yetkazib berish xizmati mavjud. Gazobloklarimiz burchoqlari, razmerlari hammasi joyida, juda bir ajoyib bo'lgan holatda. Hamma gazoblok bizdan xarid qilgan odamlarni ko'plar xursand va rahmat aytishyapti. Mana bunaqasiga 20, bunaqasiga 30, uzunasiga mana bu tomonlama 60. Xo'p, bu videomiz hech qanday montaj ishlari yo'q. Realniy holatdagi gazoblok. Mana bugun chiqqanlar mana shu gazobloklar. Sinig'ida, butunini qilib ko'rsatamiz. Shu bugun chiqqan gazobloklarimiz aytishyapti, chiroyli joydan olyapsiz deb. Hamma joydan olamiz. Hech qanday montaj qilish boshqa joyda yo'q. Mana sinov joylarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Yasin 550 markadagi semenni qo'yamiz. Hozir uni ham ko'rsatib o'tamiz. Quruq gazoblok bormi deb so'rashyapti. Bor gazobloklarimiz qurug'i mavjud. Yetkazib berish sanasini faqat bir kun 2 kun oldin aytishsa, hop, yaxshi bo'ladi. Realniy holatdagi gazoblok. Yurtdoshlar, mana Yasin 550 markadagi sement. Har bitta qolipimiz 110 kilodan sement tushadi. Bizda har bitta qolipdan 12 tadan g'ish chiqadi. Unda 9 kilo 100 dan sement bor degani. Qoliplarimiz shunday joylashgan. Hozir kesishga tayyorgarlik ko'rilyapti. Bu tomonda tayyor mahsulotlarni tashqariga olib chiqish ishlari bo'lyapti. Qadrli yurtdoshlar, ishlarimizni holati, realniy holati. Vodiy bo'ylab 16,5 ming so'mdan dastavka. Manzilimizdan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.